Abduqodir Husanov murabbiysi olib kelyapti mana. Senga hadiya futbolning dadasidan. За все, что ты делаешь в футболе. Иншаллах, чтобы было таких ребят в Узбекистане побольше и процветали страну. Давай, поздравляю. Tabriklaymiz. O'zingiz beraymi? Yo, siz o'zingiz bering keyin. Bismillah. Qani, ko'rsatamiz mashinani. Ya subhanalloh. Wow. Bu qanaqa paketi bu Ibrohim? Bu eng full night paketi. Wow. Gelen Wagen night paketini hadya qildilar. Qali aka, это гордость, да, такой. Радость. Заслужил. Abduqodir his-tuyg'ularingni gapirib bor nimadir deb. Rahmat deyman sizlarga. Mayli. Qiynamaymiz yo'qda. Ko'zlarini qaranglar, ko'rib qolaman. Gapirsen-chi. Полный tonirovka, bronировка, Molik, antiradar hammasi. narsasini biza qilib beramiz. Kelishdim. Ko'rmanasiga aka. Ko'rmanasiga avtotuning bilan Ibrohim bilan kelishdik. Xohlasa. Salom. Ana 5, ana 5. Bo'ptimi? Ana adalari bilib qo'yinglar. Abduqodir qilgan inson bo'ladi. O'zbek futbolining legendasi Hikmat aka. Poyez aslida bu bo'lgan boshida. Gap yana Abduqodir sekin chiqib ketyapti. Voydot. Oo! Abduqodir aka yomon. Har bir ota-onaga nasib qilsin. Shunaqa. Shunaqa futbolchilar ko'payursin. Inshaalloh. Xudo xohlasa men ham o'g'lim futbolchi inshaalloh. U ham shunaqalar nasib qilsin. Gap aka, siznikini ham mana shunaqa kutaveramiz, xudo xolasa.